Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun Samarqandda Dahbetdamiz va navbatdagi obyektimizning fasad qismlariga Qirg'izistonning keramika g'ishlari terildi va bugun polnislarga obzorni ko'rsataman. Do'stlar, buni narxlari bilan hamma informatsiyani beraman. Sizlardan bitta like bilan podpiska, to'liq ma'lumot esa mendan. Xo'p, g'ishlardan boshlaydigan bo'lsak, bu yerga Qirg'izistonning barxit g'ishimiz terildi. G'ishimizning razmeri balandligi 6,5 bo'ladi, eni 6 sm. Uzunligi 25 sm. 1 kvadratga bu g'ishimizdan 52 tadan 54 tagacha ketadi. Shofini pasti balandligiga qarab. Xo'p, hozir kundagi narxi bu g'ishimizning bir donasi 6000 so'm turadi. Ko'rib turganingizdek, teraza eshik atrofiga boshqacha g'ish terilgan. Bu g'ishimiz Rossiyaning Likalor zavodidan olib kelingan lava, grafit lava hisoblanadi. Hozir kundagi narxi bir donasi 15000 so'm. Buni razmeri kattaroq bo'ladi. Qalinligi 8,5, balandligi 6,5, uzunligi 25. Buni faqat eniga farq qiladi. 8,5 bo'ladi. Kvadratiga buni ham 52 tadan 54 tagacha ketadi. Ko'rib turganingiz juda ham mana shu yoqqa qop-qora chiqqan. Barxit bilan mana shu qora g'ishimiz mana bu sokullar bilan zo'r kombinatsiya bo'lgan, juda ham bir chiroyli chiqqan. Xo'p, bu g'ishimizni yana bitta narsasini aytaman do'stlar, bu barxit g'ishimiz o'zining tabiiy rangida. Ya'ni ichiga hech qanaqa pigment kraskasi yo'q. Yillar davomida o'zining sifatini ham, rangini ham yo'qotmasdan fasadingizga bir xil xizmat qilib beradi. Ko'rib turganingizdek, mana shu obyektimiz polni mana shu g'ish bilan terildi. Hozir kunda usto haqqiga keladigan bo'lsak, bu usto haqqi 1 kvadratiga 200 mingdan 250 minggacha endi joyiga qarab, fasoniga, pasti balandligiga, obyomiga qarab olyapti. Mana shu obyektimizning где-то bir 200 kvadratga yaqin joyimiz. Mana bu oldi qismi fasadi. Hozir esa mana shu orqa tomonlarini ham bitta ozgina ko'rsatib o'taman. Orqa qismlari, orqa tomonlari ham shu bilan terdi. Mana bitta burchakka ahamiyat berasiz. Ko'pchilik aytadi, bu mayda g'ishni burchakka qanaqa chiqadi deb. Mana bu yoqqa bitta kusok ketadi. Qolgan hamma g'ish bu tomonga ham bitta kusok ketadi. Hammasi bir xil chiqadi. Mana ko'rib turganingizdek. Bu orqa tomonimiz. Bu yerga mana shunaqa 24 ga 7 quyosh urib turadi. Ko'rib turganingizdek, polni quyosh urib turadi. Shuning uchun bizlar bunga garantiya beramiz. Rangi ham, sifati ham umuman quyoshga ham, issiqga ham, sovuqqa ham buzilmaydi. Mana shu uyning egalariga chiroyli qilib yetkazib berdik. Ustalar tomonidan terib berildi. Xo'p, azizlar, ko'rib turganingizdek, mana shu fasadimiz chiroyli holatda bitdi. Bu Qirg'izistonning fasad g'ishlaridan tashqari bizlarga fasad g'ishlarining turlari juda katta. Turkmaniston bor, Rossiya bor, Eron bor. O'shaning uchun bir 100 ga yaqin g'ish fasad g'ishlarimiz bor. O'shaning uchun pastga raqamlar qo'yaman. Shu pastdagi raqamlar bilan bog'lansangiz, bolalar katalogini tashab beradi. O'ziga ma'qul, masalan, rang, tekstura, faktura, razmerlarini tanlab, mana shu fasadlaringizga terib olsangiz bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab mana shu g'ishlarni, fasad g'ishlarimizni yetkazib beramiz. Faqat yetkazib berish alohida bo'ladi. Uzoq safarda bo'lsangiz ham mana shu pastdagi raqamlarimizga katalog, anaqa Telegram, WhatsAppimiz bor. Bolalarga yozsangiz katalogini tashab beradi. G'ishlarni tanlab, uyingizni fasadini mana shu g'ishlar bilan qilsangiz agar bir marta qilasiz, shu bilan fasadni unutasiz. Xo'p, videoni fasad qilmoqchi bo'lgan do'stlaringizga tashab qo'yib, videoga bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin.